Hayatımızda nima eng muhim degan bu savolga berilgan javob sizning ko'zingizdan ixtiyorsiz yashab qo'zalaydi. Har bir odamning o'zining kelib chiqishiga nisbatan hech qanday tanlash huquqi yo'q. 3 yosh vaqtimda men kompyuterni chang tutgancha u mening hayotimdagi eng muhim narsa deb qaragan. 9 yoshga kirgan yili maktabga berishdan zerikkan shu chaqda men daraxt soyasida dum etib turib, bir ozod yozliq ta'til men uchun intayin muhim deb qaragan. 17 yoshga kirgan yili men sahar turib kech uxlab faqat bir oliy maktabga qabul qilish uqtirish uchun tunji qitim kelgusining muhimligini tunib ketgan. 22 yoshga kirgan yili men maktab bilan xo'shlashib, atalmish jamiyatga qadam qo'yganda bir kishilik xizmatni o'zim uchun eng muhim deb qaragan. 24 yoshga kirgan yili men do'stlarim bilan qadah ko'tarishib, po etishib, jahonning ishlarini tushunmay turib, yuz obro'yini hammadan muhim deb qaragan. 25 yoshga kirgan yili men oxiri mangulik hamrohga ega bo'ldim. Men mehmonlar va kelinchakka qaradim. O albatta 16 yosh vaqtimda yurakimni titratgan hiliqi qiz emas edi. Garchi ko'nglimda azroq afsuslanish bo'lsa-mu, lekin shu topda ko'z oldimdagi bu odamning eng muhim odami ekanligini his qildim. 26 yoshga kirgan yili men taqozolik va jiddiylashish ichida tug'ut uyining sirtida o'tirardim. Tuyuqsiz anglangan yig'i ovozi mening jiddiyligimni pasaytdi. Bu chaqda men hayotimdagi eng muhim narsaning nimaligini tushundim. 30 yoshga kirgan yili uy qarzi va avtomobil qarzining dastidan men pulni eng muhim deb qaradim. 35 yoshga kirgan yili men eng kuchli deb qaraydigan dadam mening fikrim bilan mangadigan bo'ldi. Shu topda men ko'z yoshi qildim, chunki dadamning yashinib qolganligini faqat qabul qila olmadim. 38 yoshga kirgan yili o'g'limning do'stlari barg'ancha ko'paydi. Bu chaqda men uning keyingi yarim umrida mendan to'xtamay yiroqlashadiganligini his qildim. Bu chaqda men vaqtning eng muhim ekanligini bildim. 40 yoshga kirgan yili har xil salomatlik tekshirish doklatiga yuzlanganda men asta-asta o'zimni ancha muhim emas deb qaraganligimni his qildim. 45 yoshga kirgan yili umrimning yerimini o'tkazib bo'lgan shu daqiqada sangilab ketgan qo'rsqimni ko'tarib turib xizmatga borg'ach balalik chog'larimni esildim. Hamda balalikdagi orzuning naqadar muhimligini his qildim. 50 yoshga kirgan yili men o'g'limning o'ziga eng yaxshi hamroh topganligini ko'rdim. Shu daqiqada men ikkisiga qarab ularning baxti men uchun eng muhim deb qaradim. 55 yoshga kirgan yili men navramning keyindan agishib uning yiqilib ketishidan ansirgan shu daqiqada uning tinch omon bo'lishi men uchun eng muhim deb qaradim. 60 yoshga kirgan yili men ota-onamni dafn qilgan joyga bordim. Shu chaqda men dadamning tilishi va onamning ko'tuldoshlarining amaliyotda naqadar muhimligini his qildim. 70 yoshga kirgan yili ayolim meni tashlab ketib qoldi. O'g'lim bilan kelinim kasbda utuq qozondi. Navramni dangliq oliy maktabga qabul qilindi. Men bo'lsam faqat yetish qilmay yolg'iz ko'cha aylangach shu hamrohimning qanchalik muhimligini his qildim. 76 yoshga kirgan yili doktor meni chiqarib etib o'g'lim bilan yolg'iz paranglashdi. Bu chaqda men vaqtimning ancha uzun qolmaganligini bildim. Men darhol navramga telefon qilib, faqat buvingiz sizni seg'indi degan gapni qildim. Doktor menga cho'ng masala yo'q deb tasalli berdi. Men kulib turib doktorga kishilik hayotda afsuslanadigan ish yo'q. Turmushni davomlashtirish eng muhim dedim. 77 yoshga kirgan yili navram sirtda meni yo'qlab keldi. O'g'lim bilan kelinim karvat yenida yig'layotdi. Tuyuqsizlar mayin shamol yuzimni sipab o'tdi. Ko'zimni ochsam, dadam opamning yiliq tunish kulimsirishini ko'rdim. Ular menga qarab bag'rini kang ichib turardi. Men ularni bak seg'indim. Shunga qilishkilanmay karvatdan sakrab tushib, ular qarab ushqandek yugurdim. Yugurish jarayonida men 60 yoshlik, 40 yoshlik, 20 yoshlik toki 3 yoshlik holatimga qaytquchi yugurdim. Ular oxiri meni bag'riga bosdi. Men ularga boshlanishdim. Ularni kulib turib beshini langishtirib, meni ilib ketib qoldi. Shunga kishilik hayotda hamma narsa intayin muhim. Yana hech nima unchalik muhim emas. Chunki siz ilgari eng muhim deb qaragan shu narsalarni siz hamon bir kun yo'qotib qo'ysiz. Hayot bir qatimlik uzun safar. Afsuslanish kishilik hayotdagi normal bir xil holat.